Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan Firdavs Gang. Bugungi videoda biz sizlarga top 3 ta trenirovka uchun WoW kartalarini videosini ko'rsataman. Agarda bu video sizlarga yoqadigan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi WoW kartani ko'ramiz. Mana bu bizning birinchi WoW kartamiz, kodi ko'rishingiz mumkin va bunga kiramiz biz hozir. Va ko'rsam yana videoni yoqaman. Mana WoW kartaga ham kirib oldik. O'zirasini telefon qo'yapti. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Ближний boyga ham anaqa nima edi? Trenirovka qildirsa bo'ladi va mana bu yerda tepadan sakrab tushayotgan odamlarga anaqa qilsa bo'ladi va mana bu yerda oddiy qotib turgan mankenlar ham bor. Mana bularni ham bemalol trenirovka qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir men ближний boyga ozgina trenirovka qilyapman, chunki uncha o'yinim yaxshi emas ближнийda. Tak dalniyda sal yaxshiroqman. Endi mana bu yerda если что zajmatlari ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. WoW karta kodini boshda ko'rsatdim. Kirib bemalol trenirovka qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda yana qimirlab turadigan narsa bor. Bunda ham saygada anaqa qilsa bo'ladi. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mashinada ketayotgan odamni ham urib tushirish uchun trenirovkalari bor. Mashqlar deylik. O'zimiz tilda. O'zbekchadan qo'ymasam. Azaladi. Va bolalar xullas bu yerni ozgina trenirovka qilganman. Bu yerni qo'ymasam ham bo'ladi, chunki ozgina boshqacha tovushlar ham bor. Mana bolalar bu kartada ham 10 daqiqa davomida trenirovka qildim. Endi kartadan chiqamiz va keyingi WoW kartaga o'tamiz. Mana akalar, birinchi WoW kartani ham ko'rib oldik. Endi biz ikkinchi WoW kartaga o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Mana akalar, ikkinchi WoW kartani ko'rishingiz mumkin. Bunga ham bemalol kirib, bemalol anaqa aimga ishlasa ham bo'ladi, zajimga ishlasa ham bo'ladi. Hozir kirganda ko'rsataman. Mana bolalar, WoWga ham bir ilojini qilib kirib oldim. Bilmadim, boshda kira olmadim. Bu yerda mana bolalar ishlasanglar bo'ladi. Bu WoW kartada. Va bu WoW kartada ko'rishingiz mumkin. Ana bu yerda personajni ko'rdinglarmi? Katta. Ana shu yerda bolalar ana qilsanglar ham bo'ladi. Instagramga edit qilsanglar ham bo'ladi, editorlar. Va bu yerda bolalar aimga ishlaysizlar, ko'ryapsizlar. Aimga qanday chotki buni foydasi lekin zo'r. Kirib o'ynab ko'ringlar bolalar, foydasini sezasizlar. Va bu yerda aimga ishlaysizlar. Ishlagandan keyin bitta tomonga o'tib pikka ishlaysizlar. WoW kartani idealligini ko'ryapsizlar bolalar. Bitta ham o'ng tomonga chotki piklarni o'zgartirsanglar bo'ladi va ham chap tomonga ham chotki pik qilishni o'rganasizlar bolalar, agar shu yerda ko'p trenirovka qiladigan bo'lsanglar. Va to'g'riga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana bolalar anaqa bor, nima edi? Zajimga ishlasa bo'ladi, zajimlarni kuchaytirsa bo'ladi. Bu kartani chotki tomoni ham WoWda, bitta WoWda zajimga, pikga, aimga va o'rtog'lar bilan kirsanglar, birga bir ham ochsa bo'ladi. Va yana bitta plyus tomoni, mana o'ng tomondagi personajni emotcha qilib video qilsanglar ham bo'ladi. Va bu vashcha idealda, bilmadim kimga qanaqa-yu. Menga shu eng yoqqani bo'ldi. Xullas bu WoW kartada ham ozgina trenirovka qilaman va 3-WoW kartaga o'tamiz. Obunachilar, mana ikkinchi WoW kartani ham ko'rib oldik. Ikkinchi WoW karta ham o'ta trenirovka uchun zo'r. Ikkinchisini ham tavsiya qilaman. Hozir uchinchisini ko'rsatamiz. Qani ketdik.
Mana bolalar 3-WoW kartani kodi va bu karta ham o'ta zo'r bolalar. Ham bunda ham aimga ishlasa bo'ladi, ham zajimga ishlasa bo'ladi. Bunda ko'proq zajimga ishlasa bo'ladi. Hozir kirsa yana videoni davom ettiramiz. Mana bolalar 3-WoW kartaga ham kirib oldik. Mana ABC nima desanglar bu anu zajim debman. Zarijatniki. Tezroq zarijat qiladi, esga qo'ysanglar. Boshda shunaqa edi, hozir bunaqa deb bilmadim nimaga. Mana bolalar ko'ryapsizlar, zajimni o'ta kuchli qilsanglar bo'ladi bunda. Hammani mashinada ketayotganlarni ham ochish uchun mana anaqasi bor, men boshda ozgina yangi telefondamanda anaqa to'g'ri ozgina op bo'lyapti. Gerashkovlik endi o'tganim uchun ozgina qiynalyapman. Unja ancha o'rganib qolganman. Va bu kartada bolalar bu kartada nima faqat anaqa zajimga o'tsa bo'ladimi desanglar yo'q. U ana bu yerda portalni ko'ryapsizlarmi? Ana shu yerda close fight'ni ham ochish uchun chotki trenirovkalar qilsa bo'ladi. Yaqin masofada o'tish uchun hozir bu yerda men sayga qidiryapman. Qanday topolmayman onasini ham saygani. Ha, mana ekan sayga. Bu saygaga zarijat qiladigan olmabman 40 talik. Qani endi u patron. Ha, mana ekan bolalar. Hozir olamiz buni va yerga kirib sizlarga saygada master class ko'rsataman. Let's go. Ko'ryapsizlarmi sayga qanday o'shani? Qani personajlar. Birinchi. Bu yerda personajlar turardi-yu. Yo'q, mana Bobomurod. Ha, ana. Endi paydo bo'ladi. Bola bu kartada ozgina buglar bor ekan. Yo'q, e'tibor bermaysizlar umiddaman. Va bu kartada ham hozir biza ozgina trenirovka qilamiz shu joyda. Saygamni kuchaytirishim kerak bor-u. Mana uni qaranglar. Ye. Nima bu bitta saygada o'tmayapman. O'shaning uchun matchda bolalar sayga olmayman-da qo'limga. Va hozir bunda ozgina trenirovka qilib chiqaman. Aytgancha bolalar bitta narsa esimdan chiqdi. Anaqa qilib bo'lganingdan keyin, trenirovka qilib bo'lganinglardan keyin shu qizil joyga kelsanglar mana o'yindan chiqsanglar bo'ladi. Bu yerdan chiqadi, plyus ham beradi ozgina. Mana bolalar bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar bu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu meni birinchi videodan normalniy подписчик, mas'ul like, kommentlarni bo'ng'illatib o'rsanglar, bundan qiziqarli videolarni chiqaraman va sizlardan yana bir bor so'rayman like va obuna. Hammanglarga xayr obunachilar.